Muhammad ibn Bakri rahmatullohi alayh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni olamul arvohda ko'rishib, "Ya Rasululloh, Salotul Fatih degan salovat o'qilyapti o'zlariga. Shu salovat o'qilsa savobi yaxshimi?" Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki, Salotul Fatihni singari ummatimni birortasi menga salovatni go'zalini ayta olmaydi dedilar. U salovat qaysi? Allahumma salli va sallim va barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. شو صلوات aytibdilar, "Ya Rasululloh, shu salovatni bir marotaba aytsa savobi qancha?" desalar, "Bisitti mi'ati alfi salatin mufarradatin" dedilar. Bir marotaba aytilingan salovatga 600,000 marotaba salovat aytganda savobini Alloh yozib qo'yadi degan ekan. 100 ta o'qisangiz qancha o'qiysiz? Bir dona o'qisangiz, aziz birodarlar, bitta kitobning nomi shu Salotul Fatih degan kitob alohida shu salovat haqida yozilgan. Bitta kitobga shu salovatni yozib turib, musannif alayhi rahmat 20-30 dan ziyod kitoblarda dalil qilib ketadi. Mana kitobda buni degan, bunisida bunday degan. Ya'ni bu ishonchlik. Muhammad ibn al-Bakri Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning zurriyotlaridan ekan bu kishi. Ahmad at-Tijani degan bir zot o'tgan ekanlar, avliyoullohlardan. U kishi aytgan ekanlar, "Man qara'a صلاة الفاتح مرة واحدة في عمره ودخل النار فليقبضني بين يدي الله." Bir odam umr mobaynida bir marotaba Salotul Fatihni o'qigan, Allohning irodasi bilan oxiratda do'zaxga kiradigan bo'lsa, Alloh jalla va aloning huzurida Ahmadu Taji meni yoqamdan mahkam ushlasin ash olam degan ekan. Bu degani ishonch bilan aytibdilarki, Salotul Fatihni o'qigan odam do'zaxga kirmaydi deyaptilar. Bir yerlarda aytibdilar, shu kitobda, "Man qara'a Salotul Fatih kulla yawmin 40 marratan razaqahu